Farishtalar so'rabdilar. Ya Alloh, namozxon senga duo qilsa nima deysan? Sen labbay deyman. Haj qilgan senga duo qilsa nima deysan? Labbay deyman. Ro'zador senga duo qilsa nima deysan? Labbay deyman. Infoq, ihson doimo bir odamlarga yaxshilik qilgan inson senga duo qilsa nima qilasan? Labbay deyman. Gunohkor, osiy gunohkor duo qilsa-chi? Senga isyonda bo'lgan gunohkor odam duo qilsa-chi desa, Alloh taolo labbay, labbay, labbay deyman. Farishtalar, ey Robbi, ibodatdagi odamga bir marta labbay deysan, u gunohkorga 3 marta labbay deysanmi desa, Alloh taolo hadis qudsiyda ya'niki aytibdiki, namozxon ibodatdagi odam ibodatiga suyanib menga yolvoradi. Lekin gunohkor meni rahmatimga, meni fazlimga, meni marhamatimga suyangani uchun unga 3 marotaba labbay deyman dedi.